Panelni yuvish kerak emas deydiganlar yo bu sohadan emas yoki tajribasi shunchacha. Nima uchun bunday dedim? Sababi panellarni yuvmaslik ustiga chang yoki turli xil moddalar tushishi degani. Moddalar yoki chang tushsa bu optik qarshilik degani. Ya'ni nur panelning ustiga bir xilda tarqamaydi. Bu nimaga olib keladi? Bu panelni qizishiga olib keladi. Qizish nimaga olib keladi? Panelda bir dona panel quvvatini o'zgarishi butun sistemaga ta'sir qiladi va inverterda MPPT kontrollerida kuchlanish o'zgaradi, tok esa kamayadi. Bunda MPPT kontroller inverterga signal berib, u kuchlanish va tokni rostlash uchun vaqt sarflaydi. Bu esa inverter oladigan quvvatni 15% gacha tushirib yuborishga olib keladi. Bu eng yomoni emas, eng yomoni MPPT kontroller o'ylagan paytda butun sistemani quvvatini uzadi. Bu esa birdan quvvat chizig'imiz pastga tushib tepaga ko'tariladi degan. Bilasizlar, inverter 1 minutgacha o'ylaydi. 1 minutda qancha energiya olish mumkin? Ayniqsa u katta quvvatli bo'lsa. Quyosh panelini yuvmaslik bu tejash emas. Bu astalik bilan yo'qotish demakdir.